Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Tabriklayman aka, vizalaringiz chiqdi. Xudo xolisa borib pasportlaringizni olib turinglar. Mana hozir ketyapman, yo'ldaman. Xo'p aka, mayli. Siz ham chet elga ketmoqchimisiz? Bugun bo'lmasa ham 1 minutning ichida sizlarga 3 ta viza turi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Birinchi o'rinda albatta bu talabalik vizasi. Chunki talabalik vizasining chiqish ehtimoli %90%. Va albatta siz xalqaro sertifikatlardan birini qo'lga kiritasiz va chet elga o'qishga kirasiz. Shu bilan birgalikda ham o'qib, ham ishlay olasiz. Ikkinchi viza turi bu albatta ishchi vizasi. Ishchi vizasida siz chet eldan sizga taklifnoma keladi va taklifnoma orqali sizning viza olish ehtimolingiz 90%. Keyinchalik siz hattoki chet elda yashash huquqini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Umrbod albatta. Uchinchi viza turi bu sayohat vizasi. Agar siz hujjatlaringizni biz bilan tayyorlaydigan bo'lsangiz, 100% sayohat vizasi olasiz. To'g'ri, siz sayohat vizasi bilan ishlay olmasligingiz mumkin, lekin qisqa vaqt ichida siz vizani qo'lga kiritasiz, hattoki Yevropa davlatlariga. Buning eng oson yo'li ochkin taqasiz, qizil pasport olasiz. Agar ushbu vizalar sizga qiziq bo'lsa va sizga tekinga konsultatsiya kerak bo'lsa, kommentariyaga qaysi davlatga ketishingizni yozing. Biz sizga orqaga chiqamiz va tekinga konsultatsiya beramiz.